Bizda Arizonadagi Lowell observatoriyasida tadqiqotchi Kan Sian tomonidan olingan yangi tasvir paydo bo'ldi. U 102 mm Ritchie Shritena teleskopidan foydalanib 2025-yil 2-noyabrda kometani suratga oldi. Ta'kidlash joizki, Atlas kometasi hozir ertalabki osmonda, hatto noqulay kuzatuv sharoitlarida ham ko'rinmoqda. Ammo e'tiborni tortadigan boshqa bir surat bor. U odamda xavotir uyg'otadi. U Mars Reconnaissance Orbiter tomonidan olingan bo'lib, Atlas 2025-yil 3-oktyabrda Mars orbitasiga yaqinlashganida, ya'ni sayyoradan taxminan 27 million kilometr masofada uchib o'tganida yozib olingan. Ma'lumotlarga ko'ra, kuzatuv 2-3 oktyabr kunlari amalga oshirilgan va shu paytdan beri ushbu ma'lumotlarning bir qismi bloklangan yoki yashirin holatda edi. Bu holat shu zahoti ilmiy jamiyat bizdan nimalarnidir yashiryapti degan shubhalarni uyg'otgandi. Bu ehtimol insoniyat qo'lga kiritgan eng yuqori sifatli kometa tasviri bo'lishi mumkin. Ma'lumotlarning kechiktirilishi yoki yashirilishi olimlar va siyosatchilar orasida tashvish uyg'otmoqda. Bu ma'lumotlar Atlas Quyosh tizimini tark etishdan avval kuzatuvlarni yo'naltirishda muhim ahamiyatga ega bo'lishi mumkin. Vaziyat jamoatchilik darajasida ham noxush tus oldi. NASA Twitterda Kim Kardashianning Atlas haqidagi savoliga qisqa va tinchlantiruvchi javob berdi. Hech qanaqa o'zga sayyoraliklar ham, xavf ham yo'q. Ammo shu paytda olimlar va kongress a'zolari tomonidan yuborilgan rasmiy so'rovlar, ya'ni yuqori aniqlikdagi suratlarni so'rab yuborilgan murojaatlar javobsiz qolgan edi. Bu media bilan tezkor aloqalar va ilmiy ma'lumotlarning sekin tarqalishi o'rtasida tafovutni yaratmoqda. Bu esa axborot bo'shlig'ini yuzaga keltiradi. Agar ilmiy agentlik omma bilan faol muloqot qilsa, lekin shu bilan birga muhim ma'lumotlarni tadqiqotchilardan yashirsa, bu mishmishlar va taxminlarga yo'l ochadi. Jamoatchilik ishonchini pasaytiradi va mustaqil tekshiruv jarayonini sekinlashtiradi. Mars orbiteri HiRISE kamerasining ma'lumotlariga cheksiz dostupni ochib qo'ydi. Yaxshilab analiz qilish uchun nihoyatda zarurdir. Elon Muskning yaqin oradagi bayonoti bahsni yanada kuchaytirdi. U ba'zi osmon jismlari temir va nikelga boy bo'lishi mumkinligini ta'kidladi. Bu to'g'ri, biroq ma'lumotlarga ko'ra Atlasdagi nikel miqdori temirdan ancha yuqori ekanini ko'rsatmoqda. Bu esa ma'lum metal asteroidlar tarkibidan jiddiy farq qiladi. Bu ikki asosiy oqibatni bildiradi. Bunday yuqori nikel miqdori va past metal nisbati tabiiy holda deyarli uchramaydi. Nikel va temirni katta miqyosda ajratish uchun metallurgik qayta ishlash va texnologik jarayonlar talab etiladi. Bunday sof nikel qotishmalari elektroliz, kimyoviy ajratish, yuqori haroratli eritish kabi sun'iy usullar bilan olinadi. Bu noodatiy metal tarkibi obyektning yoshini va kelib chiqishini shubha ostiga qo'yadi. Og'ir elementlar temir va nikel yirik yulduzlarda hosil bo'ladi va supernova portlashlari orqali tarqaladi. Shu sababli metallga boy moddalar odatda yoshroq kosmik kelib chiqishni bildiradi. Demak, agar Atlasda temirdan ko'proq sof nikel mavjud bo'lsa, bu ikki ehtimolni ko'rsatadi. U bir necha avlod yulduzlari shakllangan vaqtda hosil bo'lgan yoki uning metal qismi texnologik tarzda qayta ishlangan. Ya'ni sof metal nisbati va metallurgik izlar tabiiy yoki sun'iy kelib chiqish ehtimolini ko'rsatadi. Har ikkisi ham chuqur tekshirishni talab qiladi. Shuningdek, Atlas kometasining g'ayrigravitatsion tezlanishi ham jiddiy fizika izohini talab qiladi. Agar bu tezlanish gaz chiqishlari tufayli yuzaga kelgan bo'lsa, impuls saqlanish qonuniga ko'ra kometa o'z massasining taxminan 1/6 qismini yo'qotgan bo'lishi kerak edi. Bu esa juda katta miqdor.
Amalda bu milliardlab tonna moddaning bir necha hafta ichida bug'lanishini anglatadi. Ammo kuzatishlar shuni ko'rsatadiki, bunday yirik chang buluti kuzatilmagan. Shu sababli olimlar savol qo'ymoqda: biz tabiiy jarayonni kuzatyapmizmi yoki faol boshqaruv yo harakat mexanizminimi? Ilmiy hamjamiyat hozir keng ko'lamli kuzatuv kampaniyasini tashkil etgan. Atlas 2025-yil 19-dekabrda Yerga eng yaqin nuqtaga yetadi va noyabr oxiridan yanvargacha muvofiqlashtirilgan kuzatuvlar olib boriladi. Bu chang buluti mavjudligini aniqlash, reaktiv oqimlarni kuzatish va kometaning tabiati haqida raqobatdosh gipotezalarni sinovdan o'tkazish uchun eng yaxshi imkoniyat. Bundan tashqari, Mars orbitasidan olingan tasvirlarni ochiq e'lon qilish nihoyatda muhim. Bu ma'lumotlar Yer teleskoplaridan farqli nuqtai nazardan morfologiya, chiqish oqimlari va tarkib haqida to'g'ridan-to'g'ri ma'lumot beradi. Ilm-fan siyosatdan xoli tarzda bu namunalarga hozirda katta ehtiyoj sezmoqda. Quyidagi Atlas anomaliyalari uni noyobligini yana bir bor ta'kidlaydi. Retrograd orbita va eklektika tegishligiga moslik. Kometaning orbitasi sayyoralar harakatiga teskari, ammo u ekliptika tegishligidan atigi 5 daraja og'ish bilan yuradi. Bu ehtimoliy holatlarning 3% dan kamini tashkil etadi. Antiquyosh oqimi 2025-yil iyul-avgust oylarida kometadan Quyosh tomon yo'nalgan kuchli oqim kuzatildi. Bu kometa fizikasi qonunlariga zid. Massasi va tezligi o'rtasidagi to'g'ri kelmaslik. Atlas Oumuamua million marta, Borisovdan 1000 marta og'irroq, lekin ularning ikkalasidan ham tezroq harakatlanadi. Bu esa qo'shimcha energiya manbai mavjudligini anglatadi. Sayyoralarga yaqinlashishning aniq ketma-ketligi. Atlas Mars, Venera va Yupiterga yaqin o'tgan, so'ng Quyosh bilan bir chiziqqa to'g'ri kelgan paytda perigelidan o'tgan. Buning tasodif bo'lishi deyarli mumkin emas. Metallurgik izlar. Spektral tahlil temirga nisbatan yuqori nikel nisbatini ko'rsatadi. Bu sanoat qotishmalariga o'xshash. Suv miqdori esa atigi 4%. Bu kometalar uchun g'ayrioddiy darajada past. Optik polarizatsiyaning o'ziga xosligi. Atlas manfiy polarizatsiya ko'rsatmoqda. Bu hech qachon boshqa kometalarda kuzatilmagan hodisa bo'lib, uning yuzasi sun'iy yoki noodatiy materiallardan iborat bo'lishi mumkin. WOW radiosignali bilan yo'nalish o'xshashligi. Kometaning kelayotgan yo'nalishi 1977-yildagi mashhur WOW signali chiqqan nuqta bilan 9 daraja ichida joylashgan. Yorqinlik va rangdagi noodatiy o'zgarish. Perigeli yaqinida Atlas keskin yorqinlashdi va hatto Quyoshdan ham ko'proq ko'k rangni ko'rsatdi. Bu esa energiyaning g'ayritabiiy manbasini ko'rsatadi. Massani yo'qotish va tezlanish paradoksi. ALMA kuzatuvlari kometada kuchli tezlanishni qayd etdi. Bu esa kamida 15% massa yo'qotilishini talab qilgan bo'lar edi. Ammo hech qanday chang buluti aniqlanmadi. Ilm-fan ma'lumotlarga tayangan holda rivojlanadi va ma'lumotlar erkin bo'lishi kerak, ochiq holda va tezkor almashishi kerak. Shunda biz asosiy savolga javob bera olamiz. Biz noma'lum tabiiy hodisani kuzatyapmizmi yoki butunlay boshqa narsanimi? Mars orbitasidan chiqqan suratlarning tarqalishidan boshlab biz ilmiy chorrahaga yetib keldik. Atlas mavjud barcha modellarga qarshi chiqadigan xususiyatlarni o'zida birlashtiradi. Fizika qonunlariga zid bo'lgan reaktiv oqimlardan tortib, texnologik qayta ishlov belgilarini bildiruvchi g'ayrioddiy sof nikelgacha. NASA va Elon Muskning ochiq bayonotlari faqat bir narsani ta'kidlaydi: vaziyatning dolzarbligini. Mars Reconnaissance Orbiter ma'lumotlarini ochiq e'lon qilish zarur. Shunda ilm-fan aniq javob bera oladi. Bu tabiiy obyekt yoki yo'q. Yaqin haftalarda Atlasning harakati tabiiy jarayonlar bilan tushuntirish mumkinmi yoki bizga asosiy ilmiy qarashlarni qayta ko'rib chiqish kerak bo'ladimi? Shu savollarga javob olsak bo'ladi. Lekin
Ko'plab eng zarur ma'lumotlarni ilmiy jamiyat va yuqoridagilar bizdan yashirishadi. Ilm-fan haqiqatga tayyor, lekin agar ma'lumotlar erkin ochiq-oydin tarqatilsagina